bugun sizlar bilan bir programmani test qilib ko'ramiz, ya'ni Fotokalendar Studio. Fotokalendar Studiosiga avvalo kirib olamiz. Mana ko'pchiligimizda fotokalendarlar tanlovlariga chiqib keldi. Qaysini xohlasangiz o'shanisini tanlashsiz. Xohlagan kalendaringizni tanlashingiz mumkin. Misol uchun biz mana bu kalendarni tanlaymiz. Hop, yili russkidan boshqa o'zbek tili yo'q. Bizga yaqinroq bo'lgan uchun rus tilini tanlaymiz. Rus programmasini 2020 tanlaymiz. Bularning to'g'ri bo'ladi. Не говорили ни разу, ни два. Забудь, она не твоя. Я глушусь за возьми. Это любовь, она никогда не поверит. Но меня тянет сильней. Пускай меня тянет, но будет нет души. Я не чаю в ней души. Mana bu yerda rasmni qancha kattalikda qo'ymoqchisiz? Shuni so'raydi. Belgilaymiz. Qancha kattalikda biz rasm qo'ymoqchimiz. Mana shu shaklda rasm qo'yamiz. Признаю, я босяк, давай без возни. Я сердце отдам, не ломайся, возьми. За мною косяк, ни один и ни два. Без тебя я и сяк пропаду, ну и два. Готов тебя покорить. Если надо, подарю мир, только дай любить. Собой там твоя забота. Или ты, или я. Только ты. Hop, orqa yashil fonlari bo'ladi. Sanalarni o'zgartirmoqchi bo'lsa ustiga bosasiz va rang tanlaysiz. Hop, biz ko'k rang tanladik. Mana ko'rganingizdek, kunlari ko'k va dam olish kunlari qizil bo'ldi. Ikkinchisini xohlasangiz yashil qilishingiz mumkin. O'zingizga qaysi ma'qul bo'lsa shuni tanlaysiz. Девочка пацанка, хулиганка, скажи нет, мне душа наизнанку. Mana shu shaklda tanlab ketaverasiz. Hop, bo'lmasam от тебя добьюсь, сердце ранено. Sahran qilishga o'tamiz. Sahran qilish uchun меня ты впусти, так будет правильно. Лучше не найти, сердце ранено. mana bu yerdan sahraning uchun chizamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu rasm olindi. Endi buni saqlaymiz. Qayerga? Mana shu yerga. Sahram qilishimiz mumkin. Endi buni kirib ko'ramiz. Mana bu yerda kelib tushdi. Mana shu rasmni bemalol sizlar chiqarib xonalaringizga ilib qo'yishingiz mumkin. Ha, yana bir gap, buni xohlagan formatingizda qilib olishingiz mumkin. Mana bu yerdan formatini tanlasangiz bo'ladi. Mana bu yerdan formatini to'g'rilashingiz mumkin. Mana kattaliklarini olsangiz, mana bunisini bosasiz, shu shaklda kattalashtiradi, kichiklashtiradi. Mana shu shaklda yasab turib bemalol o'zingiz yoqtirganlarga sovg'a qilishingiz ham mumkin, bemalol olishingiz ham mumkin. Bugun sizga test qilib bermoqchi bo'lgan programmamiz shundan iborat. Sog' va salomat bo'ling. Hammamizga avvalambor minish nasib etsin. Omad hammaga.